bir Allohning bandasini xursand qilish, bu ham bir ehson deganlar. Obuna bo'lib, like bosib, kommentariyaga omad so'zini yozib ketishga 20 sekund vaqt ketmaydi to'g'risida. Video qo'yamiz, mehnat qilamiz, milliondan ortiq prosmotr bo'ladi, lekin obuna bo'lib, kommentariya yozib ketishga erinasizlar. Qayerdagi faxshni yoki qimorni reklama qilayotganimiz yo'q. Ustolar ham bir bunday rekka yursin deb, bir o'zimiz ko'nglimizni ko'taraylik deb video qilamiz, boshqa qilamiz, musofirga yuramiz. Qiladigan mehnatimizni ozgina bo'lsa ham baholab, qadrlab ketinglar. Oddiy bandani xursand qilish bu ham bir ehson bo'ladi. Ehsonga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, obuna bo'lib, kommentariyaga omad so'zini yozib ketinglar. Agar jalka bo'lmasa. Rahmat hammangizga.